Avvalambor assalomu alaykum hurmatli jigarlar, sog' salomatmisizlar? Maqsad Sarin obunachilari, tinchmisizlar? Ro'zalar bilan charchamasdan. Ro'zalarimiz amoz qolyapti. Xudoga shu mana yarimdan o'tdikmi, endi hozirlab ketadi. Hammalarga Allohdan sabr tilaymiz. Eng Allohning bir ulug' kunlarida turibmiz. Xudoga shukr, duo qilinglar. Shuni qaranglar dedi Moskva 17 mart. Kecha bahor bo'lib, odamlar yengil kuyiklarda, kamzirlarda yurishadi. Bugun qor yog'ib -2 hozirgi. Kunduz 9:30 bo'lyapti. -2. Mana qaranglar. Oho. Mashinalar mana shuncha kelyapti. To'xtamaydilar. Rahmat. Baribir O'zbekiston bizning yurtlar jannat yurtlarda hamma fasl o'z vaqtida bo'ladi. Xudoga shukr. Qarang, ko'zni ochib bo'lmayapti. Qarang. Sizga urush qaranglar. O'zbekistonda daraxtlar gullayapti. Lekin bu yerda ham o'g'anishni boshlab turadi. Bu yerda ham bu yil qish bo'lmadi-ku. Qani endi vataningda ish bo'lsa, nima deydi? Ham yo'q. Ko'ngildagi bo'lsa, musofirda yurishdik. Kimga havas? Nima dedinglar? Mana qaranglar. Lekin bu yil dvornilarga yaxshi bo'ldi, qor yog'madi Rossiyada. Yoqqan kuni yoqqa erib ketaverdi. Dvornilarga yaxshi bo'ldi. Mana shuni do'konlar tagida biz sartaroshxonamiz. Metro shu Kinskidan 1-2 stanovka tramvayda kelinadi shu. Magazinlar hamma joyda odam lekin. Allohdan so'rayman shu ulug' kunlarda tez hamma musofirlarga Alloh o'zi g'oyibidan barakali qilib bersin. Bola chaqasini, ota-onasini yurtiga ketsin. Yurtimizdagilarga ham insof bersin. Yurtboshimizga, atrofidagilarga shu Alloh diliga solib qo'yib, shu xalq o'ylaydigan qilib qo'ysin. Endi imkon yo'qligi uchun, sharoitlar og'irligi uchun kelinyapti-da hammasi. Bana kimga havas? Mana Moskvaga bir domagan kelmaydi. Mana shunaqa gaplar, hurmatli jigarlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketdi-da. Ishxonaga keldim men. Mana domlar bo'lsa, yoki magazin, podvaliga tushib ketamiz.